Assalomu alaykum hurmatli Uzagro kanali obunachilari. Bugun biz sizlar bilan 25-avgustga ekilgan Betis F1 payvand pomidorlarini hozirgi holati bilan tanishamiz. Bu birinchi yarus. Hajmlari juda ajoyib. Bu ikkinchi yarus. Mana bu uchinchi yarus. To'rtinchi yarus. Beshinchi yarus. 6-chi yarus endi gullayapti 7 uchida. Mana bular ham shunday. 1 2 3 4 5 gul kuydirish nimalar bo'lmayapti hozircha. Kuzatilgani yo'q. Holatlari. Mana bu bitta yarus. Mana shuni o'zi 2 kilodan ko'p chiqadi. Juda ajoyib. Mana bu esa shoxasini hozirgi holati. Mana shoxasi endi birinchi yarusi mana shu holatga keldi. Ikkinchi yarus ko'raglagan 3 va 4. Asosiysi esa 1 2 3 4 5 6. Ko'raklarning hajmi juda ajoyib bo'lgan. Mana mushtumdan kattaroq ham desam bo'ladi. Barobar ham. Xudo xohlasa yana bularni pishishiga 25-30 kunlar vaqtimiz bor. Bu 30 kun davomida yana ves olib, yiriklashib, shiraga tuyadi. Bundan ham yirikroq bo'ladi degan umiddamiz. Gulxonalari, shodalari juda ajoyib. Hozirgi holatlari. Hamma joyda ko'rishimiz mumkin. Oftob zo'r tushgan joylar vaqtim. Yorug'lik birinchi o'rinda pomidor uchun. Mana. Mana yaruslari. Ajoyib. Ichkarilari ham xuddi mana shu ahvolda. Ko'rishlaringiz mumkin. Hammasida mana shunday ko'rak bor mana. Katta. Endi barglarni hali ochmaganmiz. Shu uchun ham ko'rinmay turibdi, lekin barglarning ostida hammasida bexato gul ushlagan. 25-avgustda ekilgan Betis holati. Bu payvandlangan yerda ildiz kasalliklari ko'pligi uchun so'lish alomatlari, boshqa alomatlar umuman hali kuzatilgani yo'q. Hammasi odatdagidek ketyapti. Juda ajoyib. Endi buni qishdan perehoddan o'tishini kuzatamiz. Mana bu achchiq qalampirlarimiz yaxshi massaga kirgan. Hozir Xudo xohlasa yangi yil oldi sotishni niyat qilib turibmiz. Tortim yaxshi bo'lgan paytda. Barglarida ozuqa yetishmovchilik alomatlari sezilmayapti. Oziqlantirish ideal darajada. Hurmatli obunachilar, pomidorlarimiz hozirgi holati mana shunday. Xudo xohlasa endi keyingi videoni pishish davrida, terim vaqtida qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.